Manzilni keladigan bo'lsak, Gurlan guruh bitdan keltirganimizda hokimiyatning ma'noyida, ya'ni burungi Zakisning qaptoli mana shu uyimiz Xudoga sotuvga qo'yilyapti. 7,5 sotiklik. Fasad tarafı bu otom bo'lsa 23 metr, 21 metr. Yeni bu otom bo'lsa 16 metr. Endi bu otom bo'lsa polniy obzorni o'tamiz. Mashinalar serqatnov bo'lgan trassaning yo'lning bo'yinda mana shu Xudo xolasa binamiz, uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Bo'rimizda uglovoy holatida joylashgan parkovkadan zo'r qatib ketadi. Plus bo'rga klinika, maktab, chastnik. Mana shunday o'quv markazlarini ochadigan bo'lsangiz, yo bo'lmasa supermarket qiladigan bo'lsangiz ham yo'lning bo'yinda reklamangiz ham misol uchun zo'r shiton variantdagi zo'r mestamiz Xudo xolasa. Gaz, suv, to'qdan hech narsadan muammosi yo'q. Mana ko'rsatsa bo'ladi. Oldimizda ham zaxvaterlar bor, qaptomizda ham. Bo'rimiz uglovoy ko'cha. Shu yerdan kiradi, hech qanday muammo bo'lmaydi. Endi hammasini o'zingiz uchun tekshirtirib bir qator ko'rib olasizlar baribir. Xo'p, bo'rimizdan fasad tarafı botomizda 21 metr, yenna botomizda 16 metr. Uyimizning razmeri. Undan tashqari orqamizda bog'lari bor. Mana shu holatda Xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Kadastrda mana shu mushimizdan mana shu o'rimizgacha mana shunday etib qiyalab ketgan kadastri. Mana shunda endi sizlarga zo'r variantda bog'ini ko'rsataman. Bo'rimizda manaki gazlari o'tirilgan, to'qlari bor, suvlari hamma narsasi o'sib turibdi, vodoprovod kelib turibdi. Hech narsadan muammosi yo'q bo'lgan. Xudo xolasa uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Mana bo'rimizda bog'ini qilib ko'rsatsa bo'ladi. Bog'idan chiroyli etib ishlagan. Prosta bomba. Bo'rlarimiz bu otomizga qaranglar, mana yuzimlarni qaranglar. Yuzimlar ham charaq degan sort ekan. Mana shu qaranglar, mana go'zal holatida zo'r parvarishlab, zo'r qaragan ekan bo'rimizga. Mana orqa tarafini ko'rsatsa bo'ladi. Hamma mevali daraxtlar bor. Gullargacha bor. Hech narsadan muammosi yo'q. Mana shunday bog'. Eldin yog'ida zona qilsangiz orqasi bog'. Buni bizmasazlar ham zakonni bo'ladi. Aylanib ketgan bu yuzum. Yana oralarında ham yuzumlar bor. Mevali daraxtlar. Chegarasi botom bo'lsa mana shu yerdan hisoblanadi. 7,5 sotik. Mana shu yerimizning narx-navolari, boshqa ma'lumotlari bilan videoning davomida tanishib o'tib ketamiz. Xo'p, bo'rimizning narxini ochishdan oldin bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Mana shunday reklamalarni o'tkazib yubormaslik uchun mana shunday bosib qo'ysangiz, Xudo xolasa har video qo'ygan vaqtimizda tiringlab borib turadi. Xudo xolasa bo'rimizning narxi botom bo'lsa, narxini 8 million so'm aytib o'tir. Yana ochib kelishadigan yerlari bor deyilyapti. 1 milliard aytib beradi. 8 millionga sizlar uchun tushirdik. Yana ham o'zlaringizning qaraysiz qobiliyatingiz, arani yana gaplashib olsangizlar bo'ladi. Xo'p. Mana shunday mestadan joizlab bilganlarga haligan tanishlaringizga yuborib qo'yinglar. Haligan mestada misol uchun supermarket bo'laman, klinika bo'laman, o'quv markazi bo'laman. Mana shunday holatda zo'r qatib ketadigan mesta. Hammaga yaxshi kayfiyat bilan Mahmud Makla kanal bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Abror Habibullayev.